Assalomu alaykum. Men Fayzullayeva Zulayho Adilovna, O'zbekiston Sharda universiteti Gumanitar fanlar fakulteti professor o'qituvchisiman va men bugun universitetimiz haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'taman. Universitetimiz to'liq birinchi mustaqil xalqaro xususiy universitet hisoblanadi. Andijon shahrida joylashgan. Prezidentimiz farmoniga asosan tashkil etilgan va Oliy ta'lim, fan va innovatsiya vazirligi tomonidan litsenziyalangan. Kampusimiz yashil va zamonaviy hudud bo'lib, barcha qulayliklarni o'z ichiga oladi. Zamonaviy xonalar, kompyuter fanlari, sun'iy intellekt va kiber xavfsizlik bo'yicha esa yuqori texnologiyali laboratoriyalarimiz mavjud. Resurslarga boy kutubxonamiz esa talabalarga qulay sharoitlarda dars qilish uchun xizmat qiladi. Mahalliy va xorijiy professorlar ko'magida esa ingliz tili muhiti yaratilgan. Innovatsiya sohasida esa tadbirkorlikni rivojlantirish markazimiz talabalar startaplarini qo'llab-quvvatlaydi. Dasturiy ta'minot markazimizda esa talabalar amaliy loyihalari ustida ishlashga imkoniyatga ega bo'ladi. O'zbekiston Sharda universiteti bu shunchaki kampus emas, balki imkoniyatlar dunyosidir.